1987-yilda Londonning banklaridan biriga sifatsiz qulf sabab o'g'rilar $150 million pulni o'marib ketishgan. Agar sizni tunab ketishlarini xohlamasangiz, ushbu video orqali to'g'ri osma qulf tanlashni o'rganib oling. Agar qulf qo'yadigan joyingiz doimiy ochiq osmonda bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha yomg'irdan himoya qilingan variantlarni olishingizni maslahat beraman. Bundan tashqari, osma qulflarni alyumin, chugun, po'latligi bo'ladi. Alyumin nisbatan yumshoqroq material bo'lganligi uchun chugunlik yoki bo'lmasam po'latligini olishingizni maslahat bergan bo'ladi. Osma qulf oladiganingizda iloji boricha bir tomonlama qulflanadigan emas, ikki tomonlama qulflanadiganini olishingizni maslahat beraman. Undan tashqari, kaltiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana buni girdi dumaloqsimon. Xuddi buni nusxalash juda qiyin va o'sha qulf ochadigan o'g'rilar ham mana bunaqangi qulflarni uncha-munchaga ocha olishmaydi. Majmuanda mana bunday kichkina osma qulflardan tortib, hozirgi zamonaviy osma qulflargacha mavjud. Aynan sizga kerakli bo'lgan osma qulflarni Majmua xo'jalik mollari do'konimizdan topishingiz mumkin.